Bo'ldi. Muzli suv. Menga eng keraklisi. Bo'ldi. Demak, bugun siz bilan qanday qilib maqsadlarimizga 10 barobar tezroq erishishimizni to'liq ko'rib chiqamiz. Ya'ni men sizga qanday qilib istalgan maqsad, farqi yo'q, mashina, uy, joy, pul va hokazoga 10 barobar tezroq erishishni barcha sirlarini ochaman. Sizdan bittagina talabim, chalg'imang. Yonib, kuyib ketsa ham, kimdir yozsa ham, boshqa qilsa ham chalg'imasdan mana shu joyga, aynan mana shu ochkim bor-ku, mana shu ochkiga shuni qarab o'tiring. Xo'pmi? Diqqat bilan meni eshiting. Boshlaymiz. Birinchi bo'lib maqsad haqida gaplashamiz. Nima uchun bu maqsad muhim? Nima uchun yillar davomida odamlar o'z oldiga maqsad qo'yadi-da, erisha olmaydi? Nima uchun? Nima uchun inson pul xohlaydi, pul yo'q. Mashina xohlaydi, mashina yo'q. Sayohat xohlaydi, sayohat yo'q. Nima uchun kimdir boy bo'lyapti, kimdir pul topyapti, kimdir ishlari faqat o'syapti, lekin kimdadir esa harakat qilyapti. Namoz joyida, ichida bir yomon inson emas. Hech kimga bir yomonlik tilamaydi. Bir hasadgo'y inson emas. Qo'ldan kelgancha insonga yaxshilik qilishga harakat qiladi, lekin maqsad amalga oshmayapti. Nega? Bu bir nechta tamoyillarga bog'liq. Birinchisi bu energiya hisoblanadi. Ya'ni har qanday maqsad bu energiya. Har qanday maqsad bo'ldi. Ya'ni maqsadimizni bilamiz, narxi bo'ladi. Masalan, uy $80,000, mashina $30,000, sayohat $2,000, hajga borish $10,000, to'g'rimi? Hammasini narxi bor. Ya'ni biz moddiyat taraflama o'lchay olishimiz mumkin bo'lgan uni qiymati bir pul bilan o'lchanadi. Bu. Lekin psixologik tarafda maqsadlarimizni o'lchovi energiya bilan bog'liq. Masalan, mana bu telefonimiz, mana bu telefon nima bor? Bunda zaryadka bor, ya'ni zaryadi bor. Va bizda mana shu telefonimizning zaryadi, quvvati bo'lsa, biz bundan foydalana olamiz. Endi biz insonmiz va biz ham qandaydir ma'noda maqsadlarimizga erisha olishimiz uchun o'zimizni funksiyalarimizdan, o'zimizni bir qobiliyatlarimizdan foydalana olishimiz uchun, o'zimizni bor imkoniyat, potensiallarimizdan foydalana olishimiz uchun bizga aynan energiya kerak. Inson yillar davomida maqsadlariga erisha olmasligining asosiy joyi bu energiya hisoblanadi, ya'ni energiya tanqisligi. Sizda energiya bo'lmasa, quvvat bo'lmasa, siz nimagadir harakat qila olmaysiz. Ya'ni sizda energiya bo'lmasa, siz hech qaysi bir maqsadingizga erisha olmaysiz. Tasavvur qiling, sizning maqsadingiz 10-etajda turibdi. Ya'ni 10-etajda sizning maqsadingiz joylashgan. Siz 10-etajga chiqishingiz kerak, lekin siz hozir pastda 1-etajda, podvalda turibsiz. Podvaldan o'sha 10-etajga chiqish uchun siz qanaydir ma'noda zinalardan chiqasiz, to'g'rimi? Sizning maqsadingiz 10-etajda joylashgan, siz tabiiyki 1-etajdan turib maqsadingizni noshta olmaysiz. Ya'ni maqsadingiz bilan tenglashishingiz kerak, ya'ni siz ham 10-etajga chiqishingiz kerak. 10-etaj deyotgan narsam, bu aynan energiya hisoblanadi. Ya'ni aynan energiya. Qachonki sizda energiya bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni xohlagan maqsadlaringizga erisha olasiz. Xo'sh, endi energiyaga keling, men sizga yana bir misollar keltiraman. Energiya bu shunchaki bizning yaxshi kayfiyatimiz emas. Ya'ni ko'pchilik insonlar energiyani oddiygina yaxshi kayfiyat bilan adashtirib qo'yishadi. Oddiygina bo'ldi, men yaxshi kayfiyatda yursam bo'ldi-da deyishadi. Lekin aslida energiya bu juda ham ko'p resurslarga aloqador hisoblanadi. Energiya bu siz sog'lom ovqatlanishingiz, energiya bu sizning sog'lom turmush tarzingiz, energiya bu siz sport bilan shug'ullanishingiz, energiya bu sizning qalbingizda hech qanday bir xafagarchiliklar yo'qligi,
Energiya bu siz hech kimdan hech narsa kutmayotganligingiz. Energiya bu sizni hozirgi holatda shunchaki hayotingizdan roziligingiz. Bularning hammasi insonga energiya beradi. Va hozir men ta'kidlab o'tgan narsalarga, amallarga qanday ma'noda amal qilmaslik, e'tiborsizlik qilish insonni energiyasiz qoldiradi. Ya'ni tasavvur qiling, siz ishga ketyapsiz, ko'ylagingizga suv tushib ketdi. Masalan, mana bu suvni olamiz, mana bu suvni olamiz va bu suvni men bu yerda ustundan qo'ydim. Masalan, va agar men hozir jamoat joyida bo'ladigan bo'lsam va mana shu narsadan tapirchilab, vahimaga tushib, shu narsa uchun men kayfiyatimni tushiradigan bo'lsam, bu meni energiyasiz holatimda ekanligini bildiradi. Ya'ni men arzimagan oddiy suv ustimga to'kilib ketishidan, keyin mazgincha dog' bo'lishidan, uje uyalib, insonlarning fikridan qo'rqishni boshlashim yoki bo'lmasam o'zimdan xijolat bo'lishim orqali men hech qachon bir maqsadimga erisha olmayman. Tushunyapsizmi? Ya'ni energiya birdaniga insonlar nima deydi, insonlardan xijolat bo'lish, insonlardan uyalishga qarab ketib qolyapti. Yokida men hozir jonli efir o'tyapman va menga hozir kimdir chatga yozyapti. Mana masalan chatga yozishyapti. Iltimos, men chatga qo'shing deb yozishyapti va inson menga bilmayaptiki, men bu yerda jonli efir o'tayotganimni. Va men shu narsa uchun hozir kayfiyatimni tushirishim, asabimni ketkazishim bu meni energiyamni sarflaydi. Tushunyapsizmi? Yokida keling yana boshqa bir misol olamiz. O'tiribman, oldimga maqsadlar qo'ydim, rejalar qo'ydim. Qaysidir haqdor inson menga telefon qilyapti-da, qarzingni qaytar deyapti masalan. Va men birdaniga kayfiyatimni shu narsa uchun tushirishim, men o'zimni energiyamni u insonga berishim hisoblanadi. Ya'ni nima demoqchiman? Agar siz mana bu idishdagi energiyani hamma narsaga to'kib yuradigan bo'lsangiz, bu hech qachon to'laqonli ravishda mana bir yaxlit holatga kelmaydi. Va yaxlit holatga kelmagunga qadar siz maqsadingizga erisha olmaysiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni tasavvur qiling, sizni maqsadingizni narxi 10 ming dollar bo'lyapti. 10 mingta energiya kerak. Kimdir asabingizni buzdi, o'sha insonga 1000 energiya sarfladingiz. Kimdandir xafa bo'ldi, sizga yordam bermadi yoki sizga yaxshi gapirmadi, siz undan xafa bo'ldingizda yana 1000 ta energiyangizni unga sarfladingiz. O'zingiz hayotingiz uchun bir mas'uliyat olib sport bilan shug'ullanmayapsiz, hayot tarzingizni to'g'rilashga harakat qilmayapsiz. Faqat o'ylovingiz muammolarni hal qilishga qarab ketib qolyapti va siz mana bu energiyangizni shu muammolarga tarqatyapsiz. Sizda energiya ko'paymayaptimi? Demak, siz maqsadingiz tomon o'smayapsiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bizda energiya o'smagunga qadar biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga aslo erisha olmaymiz. Shu narsani tushuning. Demak, maqsadimiz bizdan energiya talab qilar ekan. Maqsadimiz bizdan zo'r kayfiyatni, hech kimni gapiga, so'ziga e'tibor qilmaslikni, hech kimdan hech narsa kutmaslikni, hech kimdan xafa bo'lmaslikni, insonlarning gap so'zlariga ahamiyat bermaslikni, o'zimizni hayotimiz uchun bir mas'uliyat olib, shu maqsadimizga tayyor bo'lishimizni kutar ekan. Va biz mana shu talabga javob bermagunimizga qadar bizni maqsadimiz bizga kelmas ekan. Tushunyapsizmi? Qachon oxirgi marta bir oy davomida, keling, men sizga 1 yil, 2 yil demayman, 1 oy davomida diqqatingizni faqat bitta maqsadga qaratdingiz. Qachon oxirgi marta butun diqqatingiz, e'tiboringizni faqat bitta maqsadga qaratdingiz? Bizni fikrlarimiz tarqoq. Abdurahim, mayda stakancha bormi haligi? Одноразовый. Qolmaganmi? Piyola bormi? Piyola bering, to'rtta. Hozir sizga zo'r anaqa misol bilan tushuntirib beraman. Ikkita bering. Uchtami? Qo'limda olib qoldim. Mana qarang. Mana bu piyola. Yaqinroq tutaman sizga. Yaqinroq tutaman. Diqqat bilan kuzating. Mana qarang. Agar mana bu piyolaga men o'zimdagi energiyamni tasavvur qiling, bu meni energiyam.
Mana bu mani oldimda turgan 3 ta muhim bo'lgan maqsadlar yoki 3 ta muammolar. Men mana bunga ozgincha soldim, bunga ozgincha soldim, yana bunga ozgincha soldim. Xuddi shu tarzda hamma muammolarimga men ozginada energiyamni berdim. Natijada nima bo'ladi? Hech biri to'lmaydi. Ya'ni hech biri bizga biz xohlagan bir natijani bermaydi. O'zi aslida bu stakancha bilan bajarilardi, lekin stakancha yo'q endi, dehqonchilik. Tushunasiz? Xullas, to'lmaydi. Ya'ni bizning maqsadimizga kerak bo'lgan energiya to'lmayapti. Qachonki bizning diqqatimiz har narsaga qaratilgan bo'lsa, bizning diqqatimizda biz uy ham olishimiz kerak, mashina ham olishimiz kerak, qarzda ham yopishimiz kerak, o'z ustimizda ishlashimiz kerak, bolamizni katta qilishimiz kerak, turmush o'rtog'imiz bor, uyning xizmati, diqqat, fokus tarqalib ketgan. Va biz toki mana shu narsani, o'zimizdagi butun energiyani bitta maqsadga qaratmagunimizgacha, mana ko'rinyaptimi? To'ldi bu. Bitta narsaga qaratmagunimizgacha bitta xohishimiz amalga oshmaydi. Mana shu joyda men sizga maqsadlarimizni eng tez amalga oshishga yordam beradigan, shaxsan men o'zim mana shu texnikadan har doim foydalanaman. Bir vaqtni o'zida bitta maqsad, bir vaqtni o'zida bitta muammo bo'ldi, hal bo'ladi. Qancha vaqt ketishi mumkin? 7 kun, 14 kun, 21 kun, 40 kun farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Lekin bir vaqtni o'zida butun diqqat, butun e'tibor, butun energiya faqat bitta maqsadga, bitta xohishga qaratilinishi kerak. Ya'ni mashina olmoqchimisiz? Bo'ldi, o'zga vaqt belgilayman. 90 kun ichida o'zimga mashina olaman. Pulim yo'q, ishim yo'q, uyim yo'q, turmush o'rtog'im ruxsat bering. Olib tashlash kerak, medan hamma cheklovdi. Bo'ldi, men 90 kun ichida mashina olaman. Qanday olaman, kim orqali olaman, qachon olaman, nima qilib olaman bilmayman. Lekin 90 kun bu o'zimga muddat. 90 kun ichida men qo'limdan keladigan hamma ishni qilaman va men shu maqsadimga erishaman. BMW olganimni bilasizlar. Ko'pchilik biladi. Men o'zimga 100 ming dollarlik mashina olganman. Keyinchalik uni sotib olganman. Hozir BMW'm yo'q. Lekin men где-то 5 oy, 6 oy davomida BMW'ni sotib olib, haydab maza qilganman. Yoki bo'lmasa Malibu olganlarim, sayohatga chiqqanlarim. Bir vaqt o'zida faqat bitta narsaga diqqatim qaratilgan. Bir vaqt o'ziga faqat bitta narsaga diqqat qaratilgan. Va amalga oshganmi? Hammasi amalga oshgan. Tushuntira oldimmi? Hozir men sizga juda ham qimmat bo'lgan, juda ham muhim bo'lgan zo'r narsa o'rgatdim. Ya'ni bir vaqtni o'zida butun diqqat e'tiboringizni faqat bitta narsaga qarating. Hamma narsani hal qilishga harakat qilmang. Bitta muammoingiz bormi? Masalan, kimdandir qarzingiz bor 1000 dollar yoki 2000 dollar kimdandir qarzingiz bor. Aynan bitta insondan. Butun diqqatingiz faqat shu insonning qarzini uzishga qaratilsin bo'ldi. Uy olmoqchimisiz? O'zingizga vaqt belgilang. O'zingizning imkoniyatingizni shundoq 3-5 barobarga tezlashtirib. Masalan, hozir 2 million pul topyapsizmi? Bo'ldi. 10 million so'm pul topyapman degan xayol bilan harakat qilishni boshlang va 10 million so'mdan pul topgan vaqtingizda qancha vaqtda uy olgan bo'lasiz? Masalan, o'shancha muddatga o'zingizning oldingizga maqsadingizni qo'ying. Ya'ni masalan siz hozir 1 million so'm pul topyapsiz, bo'ldi, 5 barobarga oshiring. Xuddi 5 million pul topyapman degan bir xayol bilan oldingizga maqsadingizni shunday bo'lib chiqing. Ya'ni qancha vaqt ishlasangiz, siz shu maqsadingizga erisha olasiz. 18 oymi, 20 oymi, 2 yilmi, 3 yilmi farqi yo'q, lekin diqqatimiz qayerga qaratilsa, nimaga qaratilsa o'sha joyda o'sish bo'ladi. Ya'ni biz butun diqqatimizni, e'tiborimizni, faqatgina energiyamizni bitta maqsadimizni amalga oshirishga qaratadigan bo'lsak, o'sha maqsadimiz amalga oshadi. Bu mo'jiza, ishoning, bu mo'jiza. Men bu narsani juda ko'p marta o'zimning hayotimda sinab ko'rdim va bu konkretniy rezultat bergan. Bu qonun qoida haqida men hech qayerda o'qimaganman, hech qaysi ustozimdan o'rganmaganman. Bu shaxsan o'zimning kuzatishlarim asosida, o'zimni o'rganishlarim asosida sizga aytayotgan gapim. Xohlang ishoning, xohlang ishonmang. Lekin diqqatimiz bir oy bitta narsaga qaratiladigan bo'lsa yoki faqat bitta fokusga qaratsa, amalga oshadi 100%. Tushuntira oldimmi? Demak, maqsadimiz uchun eng muhim narsa bu energiya ekan. Biz energiyamizni atrof muhitga, har xil salbiy narsalarga, insonlarga, voqealarga sarflashni shuni to'xtatib, butun energiyamizni shuni yig'ib, bitta
bitta maqsadimizga butun diqqatimizni, e'tiborimizni qaratishimiz kerak ekan. Piyolalar bilan fokusimiz tugadi. Rahmat. Xo'p. Tushuntira oldimmi? Demak, bu birinchisi. Kim shu muhim faktorni tushundi? Chatni ochaman. Muhammad, agar tushungan bo'lsangiz, shunchaki dahshat deb yozib yuboring bo'ldi. Yoki juda zo'r deb yozib yuboring bo'ldi. Men bilay qancha inson eshitdi, qancha inson tushundi. Ya'ni tushunish bu zo'r gap bo'ldi-da, bo'ldi, ertadan shunaqa qilaman emas. Anglab yetdi. Ya'ni shu sabab erisha olmayotgan ekanman. Mana shu xatoyim bor ekan, erisha olmayotgan ekanman degan bir shunaqa bir holatdan kelib chiqib angladi. Kim? Chatni ochdim, marhamat yozing. Chatni ochdim, marhamat yozing. Dahshat. Juda zo'r. Aha. Zo'r, молодец. Yozamiz. Siz yozasiz, men energiya olaman. Men 2 sutka uxlamaganman. Ya'ni hozirgi energiya, hozirgi o'tayotgan darsim men 2 sutka uxlamasdan turib sizga dars o'tyapman. Tushunyapsiz-a? Intisor qilyapsiz. Hozir men do'stlar maqsadga mana shuni erishamiz deb dars o'tishim mumkin edi. Yo'q, lekin u meni usulim emas. Men yonaman. His qildingizmi energiyani? Zo'r tushuntirish bo'ldi, ha? Dahshat. Yaxshi, zo'r. Zo'r. Ichinglarda yozib qo'yinglar, ichinglarda aytib qo'yinglar. Muhammadjon ko'z tegib qolmasin deylar, hop. Qiladigan ishim ko'p. Odatda anaqa zo'r anaqa berganimdan keyin shunaqa bir holat bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Davom etamiz. Bu bittagina faktor edi. Atigi bitta. Psixologlar kuni bilan tabriklayman. Rahmat. Bugun meni kunim. Va bugun o'z kunimda sizga bayram qilib beryapman. Dальше. Davom etamiz. Ikkinchi muhim faktor. Bu nima? Ikkinchi muhim faktor bu aniqlik. Men ko'p joyda takrorlaganman bu narsani. Aniqlik bo'lmagunga qadar miyamizda, fikrimizda noaniqlik bormi, nima xohlashimizni bilmaymizmi, bo'ldi, u amalga oshmaydi. Qaytarib takrorlayman. Nima xohlayotganimizni konkretniy, aniq bilmagunimizga qadar u narsa amalga oshmaydi. Tushuntira oldimmi? Qarang. Bitta zo'r misol keltiraman sizga. Shunaqa ko'zimni yumganman va o'zimga panorama 1200 kishilik sahnani tasavvur qilganman. U yerda men o'sha sizga tashladim-ku muzika, o'sha muzikaga chiqib kelayotganimni, ikkita tutunlar chiqayotganini, butun zal shunaqa qarsak cholib, Muhammadjon deb baqirayotgan ichimdan prям aniq tasavvur qilganman. Aniq nima xohlayotganimni bilganman. Va bilasizmi, O'zbekistonda deyarli hech qaysi psixologlar qila olmagan rekordni qilganman. Alhamdulillah, Alloh izni bilan bo'lgan. Qanday? Atigi 4 kun ichida 1200 ta odam jonli darsga yig'ilgan. 4 kunda offline, ya'ni hayotdan yuzma-yuz bo'ladigan uchrashuvga 4 kun ichida 1200 ta odam yig'ilgan. Hech qayerda reklama qilmaganmiz. Ya'ni Instagramga target yoqib, reklamaga pul yo'q aslo. Bu nima? Qanday amalga oshgan? O'sha birinchi aytganimdek, butun energiya faqat shu maqsadga qaratilgan va bu maqsadni orqasida aniqlik bor.
Ya'ni nima xohlashim, qanday bo'lishi, qachon bo'lishi, qanaqa chiqishim, qanaqa kiyinishimgacha bilaman. Tushundingizmi? Ya'ni bizni miyamiz uchun bu muhim. Bizni miyamiz uchun aniqlik muhim. Oddiy misol, restoran kirdingiz. Kafe restoran kirdingiz, ovqatlanmoqchiman desangizda, ofitsiantga minoy yuziga qarab turib, men ovqatlanmoqchiman desangiz. Menyuda 40 xil ovqat bor. Ana u bechora ofitsiant siz qanaqa ovqat yemoqchiligingizni bilmaydi. Tushunyapsizmi? Mashina xohlayman deysiz. Men mashina olishni xohlayman. Zo'r gap yo'q. Hamma xohlaydi. Qanaqasidan? Zaporoj bo'lsa ham bo'laveradimi? Yoki eskirib qolgan 96-yildagi Jiguli bo'lsa kerakmi? Uy xohlayman. To'kilib qolgan uy kerakmi? Pul xohlayman, ko'p pulim bo'lsin. Men sizga shuni 1000 so'mlik kupyuradan, 1000 talik bo'ladi-ku. Oldinlari ko'p edi, hozir kamayib ketgan menimcha. Men sizga o'sha 1000 talik pachkadan 100 pachka pul bersam-da, bor-yo'q 10 million bo'ladi. Ya'ni 100 pachka 1000 so'mlik pul, ya'ni bir pachkasi 100 mingda, 10 pachkasi 1 million bo'lyapti, 100 pachkasi 10 million bo'ladi. Ko'p pul-ku, to'g'rimi? Ya'ni 100 pachka pul, ko'p pul. Lekin miqdor noaniq buni orqasida. Va siz men ko'p pul xohlayman, masalan 100 million pul xohlayman, 500 million so'm daromad qilishni xohlayman deganingiz bilan u daromadni qadamma-qadam nimaga ishlatishingiz bo'yicha sizda kamida 6 oylik reja bo'lmasa, u pul sizga hech qachon kelmaydi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni qarang. Bo'ldi, siz masalan aniqlashtirdingiz. Bo'ldi, men 100 million so'm xohlayman dedingiz. Lekin 100 million so'm pulni konkretni 6 oyga, agar 6 oy eng minimum srok, odatda 3 yilga qarab planlashtiriladi. Ya'ni 6 oyga har oy nimaga ishlatishingiz haqida sizda konkretni reja, plan bo'lmasa, u pul sizga kelmaydi. Yokida plan ham bor deylik. Ehson qilaman, ota-onamga beraman, biznes ochaman. Yo'q, bu konkretni rejaga kirmaydi va bu reja uchun pul ham kelmaydi. Konkretni reja qanaqa bo'lishi kerak, Muhammadjon deydigan bo'lsangiz, 100 million so'm daromad qiladigan bo'lsam, 3 million so'mini har oy masalan fitness zalga borishga sarflayman. 10 million so'mga uyimga bozorlik ro'zg'orimni o'tkazaman. 13 million so'm ketdi, 87 million so'm pul qoldi. 2 million so'm pul taksi xarajatlarimga ketadi. Bizda masalan 85 million so'm pul qoldi. 5 million so'mini o'g'limni repetitorlariga, kurslariga ishlataman. Bizning nech pul qoldi? 80 million qoldi. 10 million so'm pulga masalan bir oyda 2 marta dam olishga chiqaman. 5 million so'm pulga o'zimga masalan massajga boraman. 10 million so'mga aytaylik salonga boraman. Shu tarzda biz qadamma-qadam sarfladik va bu bizning ehtiyojimiz va biz bu ehtiyojni menga 100 million so'm pul kelsa, men 6 oy davomida har oy 100 million so'mdan mana shu xohishlarimga sarflayman deb konkretni reja qilib chiqadigan bo'lsak, marhamat, bizda tayyor, ya'ni biz 100 million so'mga tayyormiz degan. Tushundingizmi? Mana masalan yana men mashina xohlayman emas, men qora rangli mashina olishni xohlayman. Qop-qora rangli Malibu 2 turbo Premier mashinasini olgan vaqtimda unga men benzin zapravka, ya'ni masalan mana shu Lukoil degan zapravkadan unga 95 benzinini har doim 1 million 100 ming so'mga polni bak qilaman. Mashinamga polni bak qilganimdan keyin ertalab farzandimni bog'chasiga tashab qo'yaman. Ana undan keyin o'zim mashinamda Bluetoothga biror bir dars ulab qo'yaman, mashinam bilan shaharda bir aylanaman. Ana undan keyin yo'lda kimdirgadir taksi, mashina kerak bo'lib qolsa, to'xtab, uni manziliga olib borib qo'yaman. Dam olish kunlarimda mashinam bilan oilam a'zolarim bilan birga dam olishga boraman. Mashina menga meni qulayligim uchun kerak bo'ladi. Agarda meni srochno qayersidir viloyatga ishim chiqib qolsa, men o'sha mashinam bilan osonlikcha boraman. Bitta mashina uchun mana shuncha planimiz tayyor bo'lsa, biz o'sha mashinaga nisbatan tayyor bo'lgan bo'ladi. Miyamiz. Ya'ni maqsad uchun aniqlik degani bu shunchaki siz nima xohlayotganingiz emas, o'sha xohlayotgan maqsadingizni orqasidagi xohishlaringizni aniq bilishingiz. Shunchaki men maqsadimni aniq bilishim emas, o'sha maqsadni ketidan yana qanaqa maqsadlarim, xohishlarim, ehtiyojlarim bor, nimalarni amalga oshiraman, shuni bilishim kerak. Shunda u maqsad amalga oshadi. Tushuntira oldimmi?
Ya'ni maqsad insondan aniqlik talab qiladi, do'stlar. Va men sizga bu aniqlikni hozir qanday tuzish bo'yicha konkretniy rejalar, planlar bilan tushuntirib berdim. Kim tushundi bu joyini ham? Kim zo'r tushundi? Chatni ochyapman. Portlatamiz chatni. Xatolar bo'lsa xatolarni yozamiz. Xatolar bo'lsa xatolarni yozamiz. Anglash bo'lsa anglashni yozamiz. Nima tushundingiz? Nima tushundingiz? Dars necha soat bo'ladi? Dars ertalabgacha bo'ladi. Ertalabgacha bitta odam qolsa, bitta odam bilan ham dars o'taveramiz. Albatta hazil, ya'ni jiddiy olmang, men charchaganman. Nima tushundinglar hozir? Mana shu gapimdan keyin, shu gapimning orqasida nima ma'no bor ekan? Nima tushundinglar? O, Rayhon opa. Tepdimi, nimadir lampochka yondimi? Voy, shu narsani qilmagan ekanman-da. Shu uchun erishmayapman degan narsa bo'ldimi miyada? Aha. Yaxshi. Aniqlikni men yaxshi ko'rishim bo'ldim, aha. Zo'r. Zo'r. Konkretniy gap yo'q. Dальше davom etamiz. Dальше davom etamiz. Rahmat hammaga. Endi chatda yopamiz, dальше davom etamiz. Xo'sh. Keyingisi. Bo'ldi. Energiyamiz zo'r qaratildi. Energiyamiz qaratildi. Energiya joyida, maqsadga yo'naltirilgan. Nastroy zo'r, hech kim gap so'zga e'tibor bermaymiz. Maqsad aniq. Endi nima kerak? Endi harakat kerak. Harakat. Maqsadga yo'naltirilgan harakat. Tushuntira oldimmi? Harakatsiz maqsadlar amalga oshmaydi. Harakat deganda men sizga pul topish uchun harakat qiling yoki boshqa ma'noda harakat qiling demoqchi emasman. Davay endi pul toping, boshqa qiling demoqchi emasman. Bilasizmi? Bitta inson oldiga maqsad qo'yibdi. Hamma men aytganlarim bo'yicha-da, hamma men aytganlarim strategiyam bo'yicha oldiga maqsad qo'ydi. Energiyasini qaratdi, energiyasini zo'r qildi, maqsadiga aniqlik kiritdi. Lekin yotibdi uyda. Televizor ko'ryapti. Instagramda tinimsiz reels ko'ryapti. YouTube'da video ko'ryapti. Maqsad uchun hech qanday harakat qilmayapti. Bo'ldi, maqsad qo'ydim, bo'ldi, amalga oshadi deyapti. Qo'yib yuboryapti. Men anaqa bor-ku, bizda gap psixologlarda, bizda psixologiyada bor gap. Maqsadingni qo'yib yubor degan gap bor. Lekin insonlar bu gapni noto'g'ri talqin qilishadi. Bilasizmi nimaga? İnsanlar bu gapni noto'g'ri talqin qilishadi. Ya'ni maqsadni rejalashtir, orzu qil va bo'ldi, qo'yib yubor, o'zi qachondir amalga oshadi. Yo'q. Esingizda bo'lsa, men boyadan sizga nima dedim? Birinchi gapim. Muddat belgilaymiz va butun diqqatimiz shu maqsadimizga yo'naltirgan holatda harakatlarni qilishda davom etamiz. Harakat bu nima? Keling. Tanamiz ishtirok etgan
har qanday maqsadimizga yo'naltirilgan jarayon harakat hisoblanadi. Masalan, mashina olishni xohlaysiz, mashina olishni xohlaysiz. Lekin uyda o'tirish imkoniyatim yo'q, baribir mashina ola olmayman, hozir pulim yo'q-ku deb o'tirish boshqa, bu harakat emas. Bu cheklov, ya'ni men ola olmayman degan konkretniy cheklov. Inson o'zini cheklaganda Alloh ham unga bermaydi. Endi qarang. Men hozir mashina olishga pulim yo'q, lekin men avtosalonlarga borib ko'raman. Rulga o'tirib ko'raman. Agar imkoni bo'lsa haydab ko'raman. Tanishlarimdan shu mashina haqida surishtiraman. Narxi yangisi nech pul, eskisi nech pulligini taqqoslab ko'raman. Zapchaslari nech pul turishini taqqoslab ko'raman, qancha rasxod qilishini taqqoslab ko'raman. Shu maqsadim bo'yicha men izlanyapman, ma'lumot olyapman. Va meni qo'limdan keladigan, qanaydir pul bilan keladigan qanaydir sabab yo'q. Men nima qilaman? Yaxshi, bo'ldi. Demak, men shu maqsadim bor. Bu maqsadimga erishish uchun men qo'limdan keladigan narsa bu nima? Men har kuni aynan mana shu maqsadimga erishish uchun shukronalik texnikasidan foydalanaman. Harakatmi harakat. Men shu maqsadimga erishish uchun har kuni aytaylik 10,000 qadam mashqni bajaraman. Harakatmi harakat. Va bu harakat nima? Mashinani olib kelib qo'yadimi? Yo'q, adashasiz. Bu harakatlaringiz mana shu shukronalik yozishingiz, 10,000 qadam mashqni bajarishingiz, bilim olishingiz, kurslarga qatnashib bilim olishingiz, bu shunchaki o'sha mashina sizni uyingizdagi shuna kimdir uni kalit qo'yib ketmaydi. Nima bo'ladi? Hayotingizga imkoniyatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'sha mashinaga sizni olib borishga yordam beradigan imkoniyatlar paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni biz qo'limizdan kelgan harakatlarni tinimsiz qilishni davom etganimizda birinchi navbatda sinalamiz. Birinchi navbatda o'xshamaydi, deyarli 1 oy, 2 oylab o'xshamaydi. Hech qanday yangilik, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu bilasizmi nima? Bu sinov qonuni. Bizda psixologiyada sinov qonuni bor. Biz nimadirni qattiq xohlagan vaqtimizda Alloh birinchi navbatda o'sha narsani bizga bermasdan sinaydi. Bizga o'sha narsani bermasdan sinaydi. Masalan, aytaylik, siz juda ham qattiq imtihondan o'tishni xohlaysiz, juda qattiq xohlaysiz. Tayyorgarlik ko'rdingiz, hamma harakat qildingiz, bir marta, ikki marta sizga o'xshamaydi. Nima uchun o'xshamaganini siz o'zingizam tushunmaysiz. Sinovdan o'tmagan inson bilasizmi nima qiladi? Bo'ldi, meniki emas ekan, shuni tashlab qo'yadi. Sinovdan o'tmagan odam shuni, bo'ldi, bu meniki emas ekan deb tashlab qo'yadi. Sinovdan o'tish bu bilasizmi qanaqa? Hech qisi yo'q. Keyingi safar o'xshaydi, keyingi safar o'xshaydi, keyingi safar o'xshaydi deb dalsh harakat qilish. Dalsh harakat qilish, ya'ni harakat qilishni to'xtatmaslik. Men bilaman, juda ko'p insonlar, masalan, o'qitaman, darslarimga qabul qilaman. Bir hafta bajarishadi. Bir hafta nimadir topshiriqni qilishadi, bir haftada hech qanday o'zgarish bo'lmasa, natija bo'lmayapti deb birdan tashlab qo'yishadi. Qarang, biz mana shu joyda men sizga bitta muhim faktorni tushuntiraman. Inson maqsadlarga bog'lanmasligi kerak. Chunki maqsadini beradigan Alloh. Alloh unga qachon berishini bilmaydi. U bizga qorong'u. Ya'ni qachon u maqsadimiz bizga kelishi bizga qorong'u. Lekin inson o'zini zimmasida bitta mas'uliyatni oladi. Masalan, aytaylik ozmoqchisiz. Masalan, men 10 kilogramm ozaman degan maqsadga bog'lanmayapmiz. Bo'ldi, 10 kilogramm ozish bu B tochkamiz, boradigan manzilimiz. Yaxshi, 10 kilogramm ozishimga nima yordam beradi? Men 50 kun trenirovkaga boraman. Galochka qo'ya olasizmi o'zingiz uchun? Ya'ni 50 kun trenirovkaga borishingiz, bormasligingizni kim nazorat qila oladi? O'zingizmi? O'zingiz. Men 50 kun dieta qilaman. Ya'ni dieta qilaman. Bu kimning qo'lida? Meni qo'limda. Men bajaraman bu dietani. Ya'ni men masalan o'zim mana shu pitaniyaga mos bilimlarni o'rganaman. Ya'ni yana qo'limizda nima harakat keladigan bo'lsa, hammasini tuzib oldik. Ana endi biz 10 kilogramm ozish haqida shunchaki miyamizdan chiqardik. Butun diqqat e'tiborimizni 50 kun trenirovka qilish, 50 kun dieta qilishga qaratdik. Va 50 kun davomida biz shuni galochka qo'yib boryapmiz. Bugun trenirovka qildim, bugun dieta qildim, bugun trenirovka qildim, bugun dieta qildim. Endi
qarayapmiz, oradan vaqt o'tdi, biz 10 kilogrammga ozdik. Lekin biz qo'limizdan kelgan narsa masalan 30 kun trenirovkaga chiqish bo'ldi yoki 30 kun diyeta qilish bo'ldi va biz 10 kilogrammga ozdik masalan. Tushundingizmi? Ya'ni biz maqsadimizga emas, maqsadimizni orqasida turgan harakatlarga, sabablarga bog'lanishimiz kerak. Chunki sabablarni biz qila olamiz. Sabablarni qilish bizning qo'limizda. Va mana shu vaqtda biz butun mas'uliyatni o'zimizga olamiz. Ya'ni Allohga yuklab qo'ymaymizda, Allohim men harakat qildim, sen bermading emas. Ya'ni Allohim men 50 kun harakat qilaman. 50 kun mana shu sababni qilaman. Bersang ham bermasang ham roziman deb maqsadimizni bir Allohga topshirib qo'yib, sababiga bog'lansak, ishoning, har qanday maqsad amalga oshadi. Har qanday maqsad amalga oshadi. Tushundingizmi? Menda Dubayga borgan vaqtimda 3 kunlik treningga borganman. Bilsanglar, $5,500 pul to'lab 3 kunlik darsga qatnashganman. O'sha joyda bitta zo'r insight olganman. Juda zo'r insight olganman. Hozir men sizga $5,500 insight bilan bo'lishaman. Bu qancha bu? So'mda taxminan 70 million so'mlik ma'lumot sizga hadya. Istalgan bitta maqsad uchun 25 ta harakatlar ketma-ketligini tuzing. Istalgan bitta maqsad uchun 25 ta harakatlar ketma-ketligini tuzing. Va 25 ta harakatlarni to'liq bajarmagunga qadar nega men maqsadimga erishmayapman degan so'zni o'ziga takrorlang. Tushundingizmi? Ya'ni tasavvur qiling, mana mashina olmoqchisiz. Mashina olish uchun qo'lingizdan keladigan 25 ta harakatlarni ketma-ketligini tuzyapsiz. Masalan, avtosalonga boraman, rulga o'tirib ko'raman, mashinani haydab ko'raman, mashinani ustaxonasiga boraman, narxini so'rayman. Shu tarzda 25 ta harakatlar. Mana shu 25 ta harakatni to'liq bajarmagunizga qadar Allohim nega men bu maqsadimga erishmayapman degan savolni o'ziga bermang. Va eng qizig'i 25 ta harakatlar uchun berilgan muddat atigi 5 hafta. 5 hafta. 35-40 kun. Istalgan maqsadni amalga oshirish uchun yetarli muddat hisoblanadi. Ya'ni istalgan aqlimizga sig'dira oladigan maqsadlar. Ya'ni hozir men sizga 40 kunda $1 milliard maqsad qiling va amalga oshmasa bu bo'lmaydi demoqchi emasman. Ya'ni aqlimiz yetadigan, ko'zimiz yetadigan va o'zimiz ishonadigan darajada bo'lishi kerak. Smart maqsadlar texnikasi bor. Ya'ni maqsadlar bu aniq bo'lishi kerak, o'lchanadigan bo'lishi kerak, erishsa bo'ladigan bo'lishi kerak, realistik bo'lishi kerak va vaqt bilan, muddat bilan belgilangan bo'lishi kerak. Ya'ni 5 ta kriteriyaga ega bo'lishi kerak har bitta maqsad. Bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni harakatlarga bog'lanish bu juda muhim. Shunchaki yotib, men mashina olishni xohlayman, oyga chiqishni xohlayman emas. Qo'limdan mana bu maqsad sabablarini qilaman, natijasi Allohdan. Tushuntira oldimmi? Nima tushundinglar? Kim nima tushundi? Chatni ochyapman. Marhamat do'stlar. Chatni ochdim. Ochdimmi yo'qmi? Ha, ochdim. Qalay bo'lyapti? Abdurahim. Shunaqa konditsioner yo'q boring, uka. Keyin power bank bilan zaryadchik bering. Men iPadimga zaryad o'chirdim. Nima tushundinglar do'stlar? Nima tushundinglar? Nima olyapsiz o'zingiz uchun? Haligi hozir men bor yo'q 3 tagina ma'lumot berdim, xolos.
Maza qilyapmiz, aha, zo'r. Yigirma beshta aniq harakat rejani tuzishim kerak ekan. Zo'r. Молодец. Xo'sh, hamma yozamiz. Uxlamaymiz do'stlar. Uxlab qolmaymiz. Sizlar uxlab qolsanglar, menda ham energiya so'nishni boshlaydi. Sizlar yonib tursanglar, konkretniy mana mazza qilib dars o'taman. Uxlab qolish yo'q. Yoki zerikarli o'tyapmanmi? Zerikayotgan bo'lsanglar aytinglar. Abdurahim chaqiraman, kuldirib turay. $5,500 insightni sizlar ham oldinglar? Yaxshi. Zo'r. Zo'r. Ajoyib. Dальше davom etamiz. Tak, chatni yopyapman. Xo'sh, keyingi bosqich bu nima? Keyingi bosqich bu mas'uliyat. Mas'uliyat. Maqsadimiz uchun o'z zimmamizga oladigan mas'uliyat. Biz nimalarga tayyormiz? Biz nimalarga tayyor ekanligimiz? Bu qisqacha jarayon, qisqacha. Ya'ni bunga shunchaki odam plusga ham minusga ham rozi bo'lish kerak-da. Ya'ni masalan, Malibu olishni xohlaydi-da, lekin uni rasxodidan bir ikkilanib tursa, voy qanday eplayman deb tursa, u kelmaydi. Tushunamizmi? Masalan, restoran ochmoqchi, aytaylik, men 20 ta ishchini men qanday ta'minlayman deb qo'rqish, bu mas'uliyat olmaslik. Ya'ni restoran ochmoqchisiz, 20 ta ishchi olmoqchisizda, ularni oyligini men qanday to'layman deyish, bu maqsadga mas'uliyatni ola olmaslik. Yoki bo'lmasam o'zingizni shaxsiy 10 million so'm plus bo'lishini xohlaysizda, lekin voy erimga nisbatan bloklarim bo'ladi, ya'ni erimni hurmat qilmay qo'yaman degan ichingizda qo'rquv bo'lsa, bu maqsadni, mas'uliyatini o'z zimmasiga ola olmaslik hisoblanadi. Ya'ni mana shu harakatlar orqali siz maqsadingizni, mas'uliyatini o'z zimmangizga olmaysiz. Va toki siz maqsadingizni, mas'uliyatini o'z zimmangizga olmagunizga qadar u maqsad sizga kelmaydi. Maqsad uchun tayyor bo'lish va uni ana bu zararli tomonini ham ko'tarish degani. Masalan, mashina olish haqida o'ylayapsizmi? Mashina buzilib qolishi, gai ushlab qolishi, mashina haydashni bilishiga ham rozi bo'lishingiz kerak-da. Tushunamizmi? Mana masalan, menga ko'pchilik, men individual konsultatsiyalar ko'p o'taman. O'sha oxirgi vaqtlarda ko'p o'tyapman individual konsultatsiyalarda. Deyarli ko'pchilikda bitta muammo bor. Bilasizmi qanaqa? Mashina haydashni xohlayman, lekin qo'rqaman urib qo'yishdan. Mashina olishni xohlayman, lekin pravam yo'q. Lekin degan narsalar ko'paysa, o'sha maqsad sizdan shuncha uzoqlashadi. Tushuntira oldimmi? Lekin degan narsalar qancha ko'paysa, shuncha sizdan uzoqlashadi. Sayohatga chiqishni xohlayman, lekin pulsiz qolib ketishdan qo'rqaman. Yoki bo'lmasam pul topishni xohlayman, lekin pul meni buzib yuborishidan qo'rqaman. Oila qurishni xohlayman, lekin oilam buzilib ketishidan qo'rqaman. Lekin degan narsa bu sizning maqsadingiz o'rtasidagi bitta to'siq. Buni shuni olib, o'rniga roziman degan so'zni shuni qo'yish kerak. Ya'ni mashina olishni xohlayman, pravam yo'q bo'lsa ham roziman, olaman pravam. Mashina olishni xohlayman, urib olishga ham roziman, tuzattirib olaman. Tushuntira oldimmi? Yani sayohatga chiqishni xohlayman,
pulimni yo'qotib qo'ysam ham roziman. Ya'ni mana bu lekinni olib tashlab o'sha rozimanni qo'shish bu maqsadingizni mas'uliyatini o'z zimmangizga olish hisoblanadi. Tushuntira oldim mana. Restoran ochishni xohlayman. Shu 20 ta ofitsiantga oylik berishga ham roziman. Tushuntira oldimmi? Ya'ni rozilik bu maqsadni mas'uliyatini o'z zimmasiga olish degani. Va biz maqsadimizni mas'uliyatini o'z zimmamizga oladigan bo'lsak, bu maqsadimiz bizga albatta keladi. Qisqacha insight bu. Qisqacha anaqa chuqur emas, lekin ketidan nimadir o'ziga oldingiz degan umiddaman. Nimadir tushundingiz degan umiddaman. Mana shu kichkinagina qisqacha insightdan. Chatni ochdim. Nima tushundingiz? Nima tushundingiz? Bu keyingi insightdan. Aha. Maqsadga mas'uliyat olish, aha. Yaxshi. Qani qolganlar uxlab qoldimi do'stlar? Qolganlar qani? Barchasiga tayyor bo'lish, aha. Ishning orqasidan keladigan hamma qiyinchilik va xarajatlarga rozi bo'lish, aha. Masalan, biznes boshlayman, lekin bankrot bo'lishdan, pulim yo'qotishdan qo'rqaman deysiz. Shunchaki biznes boshlayman, pulimni yo'qotishga ham roziman degan narsa bo'lishi kerak. Eng qo'rqinchli qo'rquvingizga rozi tursangiz, shunda siz haqiqiy bir maqsadingizga nisbatan bir tayyor bo'lasizda. Tushundingizmi? Aha. Zo'r. Ajoyib. Zo'r. Молодец. Yaxshi. Молодец. Дальше. Davom etamiz. Keyingisi himoya. Maqsadingizni himoya qila olishingiz kerak. Nimadan? Har xil insonlar fikridan. Har xil insonlar fikridan maqsadingizni himoya qila olishingiz kerak. Maqsadingiz bormi? Bor qo'shningiz bilan maslahatlashmang. Ya'ni tasavvur qiling-da, masalan siz Dubaydan uy olmoqchisiz, lekin qo'shningiz bilan maslahatlashyapsiz. Shu qo'shni Dubaydan uy olmoqchiman deyapsiz. Ammo qo'shningizni Dubaydan uyi yo'q. U sizga kerakli biror bir maslahatni bera oladimi? Xuddi shunga o'xshagan holat meni hayotimda bo'lganda, men boy bo'lishni, millioner bo'lishni xohlaganman-da, ofitsiantlar bilan o'tirgan vaqtimizda aytganman, men boy bo'laman, sayohat qilaman degan vaqtim hamma ofitsiant ustimdan kulgan. Hamma ofitsiant 22 ta bola ustimdan kulgan. Xayolparast qaraylar degan. Nima uchun? Chunki meni maqsadim ular uchun kichkina va men ularga bu narsani aytishim o'zi ahmoqlik. Tushundingizmi? Ya'ni siz maqsadingizni, katta maqsadingizni kichkinagina miyasi bor insonlarga aytyapsiz va ulardan maslahat so'rayapsiz. Ular sizga nima beradi? Shunchaki sizni ichingizda yonib turgan bir shijoatni olovda
prosta tushirishadi. Hozir tushunib turingda, turmush o'rtog'ingizga kimgadir man shuncha pul topmoqchiman, shunaqa o'qiyapman desangiz, ustizdan kuladi. Mani eng yaqin insonlarim ustimdan kulgan. Oyim, buvim, ukam, tanishlarim, eng yaqin insonlarim ustimdan kulgan. Tushunyapsizmi? Maqsadni himoya qilish kerak insonlarning har xil fikridan. Ya'ni maqsad qo'ydingizmi, borib uni hammaga aytib ovoza qilmang. Maqsad sizni dilingizga Alloh tomonidan tushyapti, niyat ko'rinishida. Va siz buni shuni asrang, sizning maqsadingizni bir tushunadigan, sizga to'g'ri tavsiya bera oladigan, sizga nimadir yo'l ko'rsata oladigan insonlardan maslahat so'rang. Siz maqsadingizni yanada bir shishirgan, nima deydi, yanada semirtirgan bo'lasiz. Yanada semirtirgan bo'lasiz ichingizdagi xohishni. Lekin boringda ana yerda sizni tushunmaydigan insonlardan maslahat so'rang. So'nadi hali maqsad. Ichingizdagi maqsad shuni so'nadi. Chunki u insonlar o'zi mana shu narsaga erishishga aqli yetmaydi va siz erishishingizga ham qanaydir ma'noda nimadir sizga podдержка bera olmaydi. Maqsadni asrash kerak. Yokida u maqsad shunchaki xom xayoldek bo'lib ketadi xolos. Shirin paxtani bilasizmi? Paxta halvo deymiz. Yoshligimizda ko'p yegan bo'lsak kerak. Paxta halvo. O'sha paxta halvoni, shirin paxtani suvga botirsangiz agar, u shunchaki o'sha joyda prosta erib ketadi. Lekin u narsani o'zingiz qo'lingiz bilan mahkam tursangiz, u qattiq turadi-da. Lekin suvga bunday tushirsangiz, birdan erib ketadi. Ya'ni nima demoqchiman? Maqsadingiz xuddi bitta shirin paxta kabi-da. Bo'sh. Undan faqat o'zingiz lazatlaning, ya'ni maqsadingizdan o'zingiz mazza qiling. Ya'ni Alloh sizga mana shu maqsadni ko'nglingizga solib qo'yganidan mazza qiling. Hayotingizga o'sha qo'lingizga maqsadingizni shirin paxtadek berib qo'yganidan mazza qiling. Yeysizmi masalan? Hamma shirin paxtangizni shuna tishlab ko'ryapti. Yeysizmi u shirin paxtani? Qoladimi sizga? Yo'q, u erib ketib qoladi. Shunchaki yo'qolib ketadi. Tushundingizmi? Shuning uchun maqsadni himoya qilish kerak. Insonlar fikridan. Hammaga ovoza qilib tashlasangiz bo'lmaydi. Hammaga ovoza qilib tashlamang maqsadingizga. Xo'pmi do'stlar? Nima tushundingiz? Mana shu joyda hamma o'zini xatosini ko'rgan bo'lishi kerak. Mana shu joyda. Aynan mana shu joyda hamma o'zini xatosini shunday ko'rgan bo'lishi kerak. To'g'ri, aha. Xatomni ko'rdim. Bu narsani hech kim hech qayerda aytmaydi. Ya'ni bu narsani siz hech qaysi kitobda bir o'qib o'rganmaysiz, ishoning. Ya'ni hozir men sizga aytgan maqsadingni himoya qil degan gapimni hech kim hech qachon sizga aytmaydi. Eksklyuziv deydi. Maqsadingizni himoya qiling. Boshqa insonlarning fikridan, boshqa insonlarni har xil negativlaridan shunchaki maqsadingizni himoya qiling har doim. Bu juda muhim. Hali Dubayga ketaman, hali mashina olaman, hali menimcha pul topaman, hali zo'r bo'lib ketaman. Bu hammasi xato. Siz mana shunaqa fikrda hammaga ovoz qiladigan bo'lsangiz, prosta u xohishingiz amalga oshmaydi. Tushundingizmi? Tarmoqda ishlaydiganlar hozir meni juda yaxshi tushundilar. Tarmoqda, sityoy kompaniyalarda ishlaydigan insonlar hozir konkretni o'zini xatosini tushundilar. Yaxshi, zo'r. Zo'r.
Yaxshi, молодец. Dальше davom etamiz. Foydali bo'lyaptimi? Tushunyapsizlarmi? Anaqa miyalar ochilyaptimi? Ya'ni hozir men sizga konkretniy maqsad bo'yicha prosta oddiy mana bunaqa qiling, mana bunaqa maqsadingizga erishasiz demayapman. Ya'ni sizga oddiygina shunchaki bitta texnikani berib, bo'ldi shu bilan maqsadingizga erishasiz demayapman. Men konkretniy sizga maqsad mavzusini ochib beryapman. Как seminardek, katta bir seminardek sizga maqsad mavzusini ochib beryapman. Qarang, shu joyda yana bitta narsani tushuntirib ketaman. Qarang, shu joyda bitta narsani tushuntirib berib ketaman. Qarang. Hech e'tibor berganmisiz? Keksaroq insonlar, mana masalan, o'sha yoshi 50 dan, 60 dan, 70 dan oshgan insonlar nimadir sir berishini, nimadir sirini sizga aytishini ko'rganmisiz? Pulini yashirib qo'yadi, to'g'rimi? Masalan, 60 yosh, 70 yoshli buvalarimiz, bobolarimiz pulni yashirib qo'yadi. Ya'ni qancha puli borligini, qancha boyligi borligini ham bilmaysizda. Masalan, va u insonlarda pul turadi. U insonlar nimadir xohlasa birdaniga shuni borib olib kelaveradi-da, bilmay qolasiz. Endi kim maqsadni aytib beradi? Kim maqsadni shunaqa aytib beradi? Yosh bolachalar, kichkina bolachalar. Yaxshilab e'tibor bering-da bolakaylarga. 7 yosh, 5 yosh, 9 yosh, 12 yoshli bolakaylarga e'tibor bering. Dadam menga velosiped olib berar ekan. Ayam menga qo'g'irchoq olib berar ekan. Maqtanadi, to'g'rimi? Yosh bolachalar. Endi qarang, hayotda muhim bitta jihat bor. Toki siz yosh bola, kichkina детский pozitsiyada, ya'ni yosh bolakay pozitsiyasida bo'lgan vaqtingizda hayot sizga yosh bolaga qilgan muomalasini qiladi. Ya'ni siz yosh bola xarakterdagi, kimdandir achchiqlab oladigan, kimdandir xafa bo'ladigan, kimdandir arazlab oladigan, kimgadir nimadir maqtanadigan, kimgadir nimadir isbotlab dokazat qilib qo'yadigan, ana isterichka bo'lib har narsadan nima deydi, muammo yasaydigan etapda bo'lsangiz, demak siz hayot uchun yosh bolachasiz, yosh qizaloqsiz yoki yosh yigitchasiz. Va hayot sizga hech qachon katta narsani bermaydi. Hayot uchun, hayotga ana ulg'ayganlar kerak. Hayotga ulg'ayganlar, hayotda o'zligini anglagan insonlar kerak va hayot u insonlarga hamma narsani beraveradi. Shu narsani esda tuting. Agarda siz yosh bola pozitsiyasida yurishda davom etaveradigan bo'lsangiz, hayot sizga hech qachon katta narsani bermaydi. Hayot uchun ulg'ayish kerak. Katta pullar yosh bolalarga berilmaydi. Ya'ni hech qachon siz 100 million so'm pulni, ya'ni 7 yoshli kichkina bolachaga berib qo'ymaysiz. Uni qo'liga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta maksimal darajadagi pul $100 bo'lishi mumkin. Yosh bolaga eng ko'p ne aytyapman? Yosh bolaga $100 pul bera olasiz. 7 yosh, 9 yosh bo'lsa. $1000 shuni men senga deb berib qo'ymaysiz. Siz boy bo'lsangiz ham. Hayot shunaqa. Hayot yosh bolalarga shans, imkoniyat bermaydi. Nima uchun? Chunki yosh bolalar imkoniyatdan, shansdan foydalana olmaydi. Hayot faqat ulg'aygan, o'sgan, rivojlangan, o'zini ustida ishlagan, o'zligini anglagan insonlarga shans beradi, imkoniyat beradi. Mana shu qoida miyangizga shundoq quyilsin. Xo'pmi do'stlar? Tushuntira oldimmi? Nima tushundinglar? Nima tushundinglar do'stlar? Ya'ni maqsadni himoya qilish mavzusi. Maqsadni himoya qilish. Kim nima tushundi? Kim o'zini xatolarini ko'rdi?
Konkretniy eng zo'r tushungan narsangiz nima bo'ldi? Ko'zim moshda ochildi. Said opa, siz ham darsdamisiz? Xatolarim yuzaga chiqdi. Ha, zo'r dars bo'lyapti. Yaxshi. Shu paytgacha hamma narsani hammaga aytib yurardim, maqsadlarimni hammasini, ha. Zo'r, ajoyib. Hamma individualdagi o'quvchilarim shodda ekan. Gap yo'q. Bekzod aka shu yerdalar, Faxriddin aka shu yerdalar. Zo'r. Ajoyib. Darsga davom etamiz. Tak. Keyingisi. Keyingi etap. Muhim joyi, diqqat. Loyiqlik. Bu narsa juda muhim. Bu narsani ko'pchilik anaqa ahamiyatdan chetda qoldiradi-da. Ya'ni energiya joyida, sababini qildi, harakatini qildi, maqsadini yetishingga aytmadi, lekin ichidan men bu narsaga loyiq emasman degan javob bor. Men bu narsaga loyiq emasman. Qarang, loyiq emaslik, ya'ni loyiqlik bu nima? Loyiqlik men shu narsaga dastoyman. Shu narsa menga keladi, men shu narsaga mosman degan ichdagi olov. Istalgan maqsadingizga nisbatan qarang-da. Men shu narsaga tayyorman, shu narsa menga kelishi kerak degan ichingizda olov bormi, yo'qmi? Ya'ni men shu narsaga konkretni tayyorman, dastoyman shu narsaga. Shu narsa men uchun menga kelishi oson bo'lishi kerak, men bunga loyiqman degan ichingizda bir olov bo'lmasa, u maqsad sizga kelmaydi. Lekin bu olovni o'chirib turgan narsa bu nima? Bu aybdorliklar, aybdorlik hissi. Onamiz oldida aybdorliklar, otamiz oldida aybdorliklar, Alloh yonida aybdorliklar, ishimiz bo'yicha aybdorliklar, farzandlarimiz, burchlarimiz, yelkamizdagi yuklarimiz, vaqtida o'zimizga qilaman deb qila olmayotgan ishlarimiz, yelkamiz, miyamizdagi hamma aybdorlik hissi bu sen loyiq emassan deb shuna barmog'ini sizga bunday ko'rsatib turgandek bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu narsani siz bundan bir onli ravishda o'zingiz tushunmaysiz. İchingizda bu narsa jarayon kechadi. Ya'ni shu onamga yaxshi qaramayapman-da. Tushundingizmi? Shu farzandlarimga yaxshi qaramayapman-da, farzandlarimga baqiryapman, shu farzandlarimga qo'pol muomalada bo'lyapman. Erimni hurmatini qilmayapman-da, qaynotamni xizmatini qilmayapman-da. Aybdorlik hissi bu loyiqlikni yo'qotadi. Tushunyapsizmi? Aybdorlik hissi. Inson o'zini kechirmagunga qadar butun dunyo uni mana qo'l uchirib ko'rsatadi. Sen aybdorsan, sani deb bo'ldi degan bir ma'noda unga shunaqa muomala qilishadi. Va inson o'zini qanday kechirishi mumkin? Xatosini tan olish orqali. Inson o'zini oqlagani sayin hamma uni qo'l uchida ko'rsataveradi. Aybizni tan oling. Men shunaqa yomon farzandlik qildim. Men nima, inson emasmanmi? Xato qilishga haqqim yo'qmi? Men insonman, xato qilishga haqqim bor. Tushunyapsizmi? Ya'ni hattoki Alloh bizni anaqa tavba qilishimizni, istig'forlarimizni masalan berib qo'yganda nima uchun shu istig'forni takrorlab
bir qilgan xatoyimiz uchun tavba qilishimiz uchunda. Ya'ni bilasizmi, bir ustozimdan eshitgandim. Ya'ni Allohning nazdida anavi gunoh qilmaydigan bandasidan ko'ra, mana bu gunoh qiladigan bandasini, gunoh qilib ketidan shu tavba qiladigan bandasini mavqei balandroq bo'ladi deb aytgandilar bu ustozim. Hayron qolgandimda. Ya'ni yoshroq vaqtimda menda ichimda shunaqa bir holat bo'lardi. Ertalab bomdod namoziga uyg'ona olmasam, bomdod namoziga tura olmasam, keyin kun davomida o'zimni ich-etimni yeb yurardim. Mana o'zimni ayblab, san shu faqat ishing tushsa Allohga yolvorasan, ishing tushmasa namozingni o'qimaysan deb o'zimni ayblardim. Keyin o'sha ustozim bilan shuni gaplashdim va tushuntirib berdim. Xonajon dedilar, qarang dedilar. Shayton birinchi senga o'sha gunoh ishni qildiradi, ya'ni o'sha masalan uxlatib qo'yadi, o'sha bomdod namoziga boshqa qiladi. Ana undan keyin senda umidsizlikka olib boradi, ya'ni seni Allohga nisbatan bir umidingni uzishga harakat qiladi. Ya'ni Alloh kechirmaydi, Allohga endi qanday yuzlanasan, qanday endi bomdodni o'qimasdan turib qanday endi peshinni o'qiysan, uyalmaysanmi degan ma'noda seni umidsizlikka tushirishga harakat qiladi. Shuning uchun nima xato qilsang ham, nima gunoh ish qiladigan bo'lsang ham yoki qanaydir ma'noda uxlab qoldingmi, o'rningdan tur va o'sha joyda o'zida shunday niyatingni qilgin deb birdaniga namozingni o'qib ket. Birdaniga, ya'ni o'zingni kun davomida qanaydir o'sha shaytonning vasvasasiga uchib bir ayblab yurmagin deb, nimadir qanaydir ma'noda ich-ichingda o'zingni aybdor his qilyapsanmi, ana umidsizlikka tushib yurma. Ya'ni Alloh rahmdillarning rahmdili seni kechiradi. Chin dildan o'sha tavba qil, istig'foringni takrorla, bo'ldi. Ya'ni shu gap, shu insight menga juda katta yordam bergan. Qani deganman. Demak biz insonmiz, biz xato qilishimiz normal holat, tabiiy holat, xato qilamiz. Ya'ni xato qilmaydi kim? Qabristondagi insonlar xato qilishmaydi, bo'ldi. Va boshqa bir inson hammasi xato qiladi. Biz onamiz uchun yomon farzand bo'lishimiz mumkin. Turmush o'rtog'imiz uchun yomon er yoki yomon ayol bo'lishimiz mumkin. Bolamiz uchun yomon ona bo'lishimiz mumkin. Bu bizning xatoyimiz va biz bu uchun o'zimizni ich-etimizni yeb aybdorlik zimmasida yuradigan bo'lsak, butun dunyo bizni ayblaydi. Butun dunyo bizga o'zini bir marhamatini, o'zini bir chiroyli bir yaxshi bir hayotini bizga taqdim qilmaydi. Nima uchun? Chunki ich-ichimizda men loyiq emasman, men gunohkorman, meni qanaydir ma'noda bu narsaga loyiq emasman deb o'zimizni bu narsadan itaramiz. Tushunyapsizmi? Xato qilishni tan oling. Men mana shunaqa xato qildim. Bu uchun men o'zimni kechiraman. Men mana shunaqa xato qildim, bo'ldi. Men bu uchun o'zimni kechiraman. O'zimdan roziman. Siz o'zidan rozi bo'lishni boshlaganingizda, insonlar, dunyo sizdan rozi bo'lishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Va siz o'zingizdan rozi bo'lishni boshlagan vaqtingizda sizda hayotga nisbatan loyiqlik ortadi. Loyiqlik ortganida ana undan keyin maqsadlar osonlik va yengillik bilan kelishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Nima tushundinglar? Nimalar angladinglar? Nimalar tushundinglar? Miya to'lib qolmadimi? Yaxshi ketyaptimi? Bir yarim soat bo'lyaptimi? 1,5 soatdan buyon gaplashyapmizmi? Nima tushundinglar hozir? Konkretniy. Nima konkretniy tushundinglar? Zo'r, dahshat deb yozmanglar. Anglagan narsalaringizni, tushungan narsalaringizni yozinglar.
Ancha bo'luvdi bunaqa suhbatlashmaganimizga, bunaqa mavzuda gaplashmaganimizga. Aha. Yaxshi, sizlarga rahmat. Men shunaqa ancha vaqtdan buyon dars o'tmasdan turib, bitta dars o'tsam ham shuna 500 ta 600 ta bo'lib, shuna yig'ilganinglar uchun rahmat. Ochig'i juda xursand bo'ldim. Yaxshi. Qalay, anaqa fleshga to'lib qolmadimi? Dalshi davom etamizmi yo bo'ldimi? Charchadinglarmi? Tugatamizmi? Yaxshi. O'zimdan rozi bo'lishni boshladim. Молодец. Aybdorlikdan qutulishim kerakligini bildim. Davom etamiz. Yaxshi, zo'r. Молодец. Shu texnika beradigan Nodir opa shuncha texnika aytib o'tib ketyapman-ku. Zo'r, ketdik dalshi. Davom etamiz. Dalshi. Dildor opa shodamisiz? Sardor aka shu yerdamisizlar? Bu gaplarim sizlarga ham tegishli, hurmatli shogirdlar. Dalshi. Bitta suv ichib olaylik. Xo'p. Demak, keyingi punkt. Muhim punktlardan biri, keyingisi bu o'ziga bo'lgan ishonch. Duh. Qarang, biz loyiqlik ham haqida gaplashdik. Ya'ni men loyiqman deyish bu zo'r. Lekin maqsadimizga yarasha bizda duh bo'lishi kerak. Maqsadimizga yarasha bizda yetarli darajada duh bo'lishi kerakki, shu narsaga men erisha olaman degan ma'noda B tochkamizni ko'ra olishimiz kerak. Ya'ni duh bu nima? Ishonch bu nima? Ishonch bu sizga butun dunyo, hamma yaqinlaringiz, hamma insonlar sizga san shu narsaga erisha olmaysan, bu qo'lingdan kelmaydi degan vaqtda ham oynaga shundan o'ziga shuna qarab, og'ayni, sen erisha olasan. Men senga ishonaman. Alloh sen bilan birga, men sen bilan birga. Bilasizmi? Hayotdagi eng qiyin vaqtlarda, hayotdagi eng qiyin lahzalarda ham siz bilan bilasizmi kim bo'ladi? Yoningizda o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz bo'lishi mumkin, ota-onangiz bo'lishi mumkin, lekin siz ichingizdan his qilayotgan hisni, mana bu yerda yuragingizda his qilayotgan hisni sizdan boshqa hech kim his qila olmaydi. Hammasida sen tushunaman, hozir qiyin deyish mumkin, lekin mana bu yuragingizdan o'tkazayotgan og'riqni, o'sha maqsadingizga erisha olmayotgandagi og'riqni yoki hamma bir negativlar ichida, bir qiyinchiliklar ichida bir ba'zirg'a o'ziga kuch topayotgan holatingizni sizni o'zingizni ichingizda, mana bu yuragingizdan boshqa hech kim bu narsani bilmaydi. Tushunyapsizmi? Hamma insonning o'zini tashvishi bor va xuddi shunday siz ham boshqa bir insonning ichida nima o'tayotganini bilmaysiz, tushunmaysiz. Va shu sabab mana bu miyamizdan chiqarib tashlash kerak. Menga ishonishsin, menga поддержка berishsin, menga yordam berishsin, meni qo'llab-quvvatlashsin degan kutuvni olib tashlash kerak. Nima uchun? Chunki sizning ichingizdagi olovni, sizning ichingizdagi maqsad qanchalik darajada siz uchun muhim ekanligini sizdan boshqa, Allohdan boshqa
hech kim his qilmaydi. Shu sabab kimdir sizga ishonishini kutmang. Oynaga qarang, o'zingizga o'zingiz ishoning va oynaga bunday qarayotgan vaqtingizda B tochkangizni ko'ra oling. B tochkangizni ko'ra oling. B tochka bu nima? Men hozir masalan mana shu holatda turib, 5 yildan keyingi Muhammadjon o'zini Dubaydagi katta 45 million dollarlik uyda, ayerda masalan kaminlar olovlar yoqilgan, katta svetli shaharning eng tepasidan 85-etajdan turib, shuni bitta notebookni oldiga qo'yib, kostyum-shimda, galstukda, jigar rang kostyum-shimda shuni o'tirib, butun bir katta auditoriyaga, 100 minglab insonlarga men bitta hayotda bir muhim masalalari, bilimlari bo'yicha dars o'tayotganini men tasavvur qila olaman va bu meni B tochkam. Va kimdir bunga ishonadimi, kimdir bu narsaga ishonmaydimi, kimdir ustimdan kuladimi, menga вообще umuman ahamiyati yo'q bu narsa. Kulgulimi-da kulaversin. Chunki 5 yil oldin ham kulishgan. Tushundingizmi? Ya'ni nabarot siz xursand bo'ling, kimdir sizga ishonmayaptimi, u sizda ichingizga bitta olov. Ya'ni kimdir sizga ishonmayaptimi, sizda tagingizga bitta olov tashlashyapti, bo'ldi. Ya'ni poyezd, oldingi eski poyezdlarga qancha ko'mir ko'p solinsa, shuncha tez yurgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizga qancha ko'p odam ishonmasa, shuncha tez yurasiz. Nabarot hamma sizga olqishlab, "Davay, men senga ishonaman, sen qo'lingdan keladi" deb tursa, siz bir kibrga, bir egoga chiqib ketasiz. Bo'ldi, menga hamma ishonar ekan, uddalay olar ekanman-ku deb o'zingizdan ketib qolasiz. Nabarot hech kim sizga ishonmasin. Sizga ishongan insonlardan nabarot sizga ishonmasligini so'rang. Ichingizga olov ko'proq yig'ilsin. Qilaman, qarab tur degan ma'noda ichingizda olov yig'ilsin ko'proq, tushundingizmi? O'zingizga o'zingiz ishoning. Erishmoqchi bo'lgan maqsadingizga, qayerga ketayotganligingizni faqat o'zingiz ko'ra oling. Tushuntira oldimmi? Kartinka, ideal kartinkangizni shuni o'zingiz ko'ra oling. Bu muhim. Ishonch bu juda muhim. Va biz nimaga ishonsak, o'sha bizga duh beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni agar siz o'zingizga 5 yildan keyingi holatingizga ishonsangiz, siz uchun hozirgi muammolar ahamiyatsiz bo'ladi. Ishoning, gapim rost. Agar siz o'zingizga 5 yildan keyin, 10 yildan keyingi holatingizga ko'zingiz yetib tursa, men 5 yildan keyin mana shu tochkada bo'laman degan ichingizda kuchli ishonch bo'lsa, hozirgi mana bu qarz, mana bu muammo, mana bu erisha olmayotgan maqsadlar yoki kimdir sizga ishonmayotgani munosabat ahamiyatsiz bo'ladi. Bir tiyin bo'lib qoladi, ishoning. Nima uchun? Chunki siz bilasiz qayerga ketayotganingizni. Va kimdir sizga yordam bermayaptimi? Siz bilasiz, ertaga siz qanaqa inson bo'lib ketishingizni, qanaqa darajada ko'tarilishingizni. Shu narsaga ishonyapsizmi, bo'ldi. Va o'shani shunchaki men shunaqa bo'laman deb qolmayapsiz. Siz men aytgan punktlar bo'yicha harakatdasiz. Bo'ldi, men aytib o'tayotgan hozirgi mana bu punktlar bo'yicha to'liq 100% harakatlansangiz albatta erishasiz. Faqat o'sha borayotgan manzilingizga o'zingizni konkret tasavvur qila olishingiz kerak. Shunda sizda duh bo'ladi. Muammolarni hal qilishga yoki bo'lmasa vaziyatlarni hal qilishga sizda har doim duh bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Men 2024-yil 1 milliard so'm qarzga kirib qolganman 20 yoshimda. Va o'ylanib yurganman-da, men miya shuni kasha bo'lib yurgan 1 milliard qarz to'lash kerak, juda ko'p. 200 tacha insonga pul qaytarilishi kerak jam hisobda, даже 230 ta inson. Mana bu miyaga hech narsa sig'maydi. Ustozimning oldiga bordim. Baraka topsinlar, ustozim. Borlarga shukr. O'tiribmiz, kulyaptilar ustimdan. Muhammadjon, nima bo'ldi? Ustoz, men vaziyatim kulgili emas, dedi. Shu vaziyatingga seni ham kuldirishni o'rgataman, dedi. Hozir siz ham o'zingiz vaziyatingizga bilan kulishni boshlaysiz, qarab turing. O'tiribsiz. 5 yildan keyingi holatingizni sizdan so'radi. 5 yildan keyin Muhammad necha pul topasan oyiga? Ya'ni maqsadlar katta-ku. 5 yildan keyin oyiga bir kamida $1 million pul topaman. Yaxshi. $1 million topadigan Muhammadjon bo'lishingga qanchalik ishonasan? 100% ishonaman, ustoz. 100% ishonaman, ichimda shubha yo'q dedim. Endi tasavvur qil,
5 yildan keyingi holatda hozir o'tiribsan, $1 million bor, prosta hozir banklar yopiq, ololmayapsan pulingni. Hozirgi muammoga qarab qanchalik ahamiyat bergan bo'larding? Anovi mani shuni mana bu pozitsiyaga shuni pastdan, yerdan turib emas, shuni tepadan shuni qarashni o'rgatdilar. Vaziyatga shuni tepadan qarashni o'rgatdilar. Buni qarayapman, ustoz $100 ming ekan, oyiga $1 million topsam $100 ming oladi. Xuddi magazindan shuna bir ro'zg'or uchun narsadek bo'lib qolar ekan-ku dedim. Vaziyatingga shunaqa qarasang dedilar, har doim hechim oson bo'ladi. Ya'ni biz o'sha aytganimdek, mana bu suvga, ustimizga to'kilib ketishi, biror bir muammo bo'lishi, telefonimiz sinishi, mashinamizni urib olishimiz, kiyimimiz yirtilib qolishi, kimnidir oldida bir qanaydir ma'noda tutilib qolishimiz, bu muammolarga ahamiyatni faqat biz beramiz. Tushunyapsizmi? Turmush o'rtog'i sizga pul bermayapti yoki bergan pulini minnat qilib beryapti, uyingizda remont yo'q, farzandingiz qanaydir asabingizni buzyapti. Mana bu muammoni bo'rttirayotgan bu siz, shuni tushuning. Muammoni bo'rttirayotgan inson bu sizsiz. Uyingiz yo'qligini bo'rttirayotgan inson bu sizsiz. Okey, nima qildi? 5 yildan keyin olaman uyni. Kvartirada yashayapman. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Hamma inson, hamma muvaffaqiyatli inson shunaqa etapdan o'tgan. Men ham shu etapdan o'tyapman. Olaman. O'zimning uyim bo'ladi. O'zimning mashinam bo'ladi. Bu kunlarim vaqtinchalik. Hech qisi yo'q. Tushunyapsizmi? Turmush o'rtog'ingiz pulni minnat qilyapti. Zato beryapti-ku bo'ldi. Zato menga pul beryaptimi bo'ldi. Minnat qiladim, boshqa uni muammosi. Zato men pul olyapman degan fikrlashga kelish o'sha boshqa daraja. Ana yerda men ishxonamdagilar ko'ra olmaydi. Ko'ra olmasa, ko'ra olmasin, demak, ular o'zi tili bilan aytayapti, shu men ulardan ko'ra zo'r ekanman. Bo'ldi, battar yonib kuysin. Ko'ryapsizmi? Ya'ni muammoga ahamiyat beradigan inson bu o'zimiz. Muammoga ahamiyatni bermaslik kerak. Muammoga ahamiyat bermaslik uchun muammoga o'zimizni bir tochkamizdan turib qarashni o'rganishimiz kerak. Tushuntiradimi? Ya'ni mana muammo, aytaylik, hozir qarzga kirgansiz $10 ming. 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin yetarli darajada moliyaviy erkin bo'lishingizga ishonasizmi? Ha degan javob bo'lsa, bo'ldi. Nima muammo? O'sha holatingizdan turib hozirgi vaziyatingizga qarang. Osonroq yechasiz, osonroq hal qilasiz. Yoki bu misol sizga to'g'ri kelmayapti, masalan. Tasavvur qiling, butun dunyoda prezidentlari где-то 195 ta mamlakat prezidentlari Birlashgan Millatlar Tashkilotida yig'ilishdi. Yig'ilib katta sammit bo'lyapti, yig'ilish, hamma prezidentlar kelgan, sizni ham taklif qilishgan. O'rtaga 3 ta muammoni tashlashdi. Birinchi muammo bu butun dunyo bo'yicha aytaylik suv tanqisligi deyishdi. Hamma prezidentlar anaqa bahs bildirishyapti, fikr bildirishyapti, muammoni hal qilishyapti. Endi fikr bildirishyapti. Ya'ni ikkinchi muammo bo'lyapti, havo ifloslanishi bo'lyapti. Masalan, dunyoda havo ifloslanib ketyapti, daraxtlar kam, global darajadagi muammo bo'lyapti. Yoki ochlik muammosi haqida ketyapti gap. Endi so'z navbati sizga keldi. So'z navbati sizga keldi. Qani, masalan, Muhammadjon aka, qani anaqa Rohat opa, sizning muammongiz nima ekan? Qani bizga muammongizni aytingchi deyishyapti. O'zida qanaqa his qilasiz? Savol. Siz o'zingizni qanday his qilasiz o'sha joyda? Ya'ni dunyodan u suv tanqisligi, ochlik, kislorod, butun prezidentlar bosh qotirayotgan joyda siz mana shu muammongizni qanday aytasiz? Menga prosta reaksiyangiz qiziqdi. O'zingizni qanaqa his qilasiz? Chatni ochyapman. Butun dunyoda bitta shuncha mavzu ko'tarilayotgan joyda siz o'zingizni muammongizni qanday ayta olasiz? Kimni kulgisi keldi o'zini muammosiga qarab, kim kulvordi hozir? Kimda bo'ldi shunaqa holat? Agar bo'lgan bo'lsa, kulgu stikerchalarni tashlanglar, bir kulishamiz, maza qilamiz.
mana shu mana shu gapni o'zizga saqlab qoling. Juda katta yordam beradi. Agar hozir sizni muammoyingizni shuncha davlatlar o'rtasida nima deydi, muhokama qilinayotgan bo'lsa, qanday o'zni muammoyingizni aytasiz? Tushundingizmi? Yaxshi, juda zo'r. Shuning uchun do'stlar, anaqa nima deydi? Muammoga ahamiyatni biz beramiz, o'zimiz beramiz. Shunchaki. Ya'ni muammoga ahamiyatni biz beramiz, o'zimiz beramiz. Shuning uchun muammoga ahamiyat bermaslikda kichkina ko'z bilan bir oddiy qarashga o'rganing. Ya'ni-da siz uchun katta bo'lishi mumkin, lekin oddiy masalan hozir dunyo bo'ylab prezidentlar bu muammoyingizni muhokama qilayotgan vaqtda siz qanchalik kulyapsiz. Endi tasavvur qiling, sizni mana shu muammoyingiz Alloh uchun qanchalik darajada katta yoki kichkina. O'zingiz prosta xayol qilib ko'ring. Shunaqa. Nima tushundinglar? Hozir konkretniy olgan xulosalar nima bo'ldi? Hozirgi aynan mana bu hozirgi oxirgi aytgan insightimdan dalsha yana davom etamiz. Yana insightlar bor. Konkretniy nima tushundingiz? Aha. Duh, ya'ni o'zimizni bir tochkamizga ishongan holatda o'zimizni hozirgi vaziyatlarimizga qarash. Bu muhim. Gaplarim esingizda qolsin. Shunchaki bir uxlab turib, uyg'ongan vaqtingizda bu gaplar anaqa esingizdan chiqib ketib qolmasin. Dalshi. Keyingisi, keyingi etap. Keyingi etap. Bu men sevadigan etap, bu men juda yaxshi ko'radigan etap. Masshtab. Xohishlaringizda chegara bo'lmasin. Ya'ni sizni maqsadlaringizda, sizni orzularingizda qandaydir chegara bo'lmasin. Chegara bo'lmasin. Bu bilasizmi nima degani? Bu shunaqangi bir narsaki, so'z bilan qanday tasvirlab bera olmayapman. Chegarasizlikda. Ya'ni mana qarangda, hamma inson uzun umri davomida aytaylik 70 yil, 80 yil hayoti bo'lsa, mana shu 70-80 yil uchun rejalar, maqsadlar tuzadi-da. 70-80 yil uchun maqsadlar tuzadi. Lekin biz tarixda masalan Amir Temur haqida eshitganmiz, to'g'rimi? Amir Temur haqida eshitganmiz, Temur bobomiz deymiz. O'sha inson masalan o'tib ketganiga qanchadir asrlar bo'lgan. Lekin haligacha eslaymiz, haligacha biz u insonni faxrlanib aytib yuramizda. Lekin inson yana tarixda qanaqadir bizga nimadir muhim bir izni qoldirgan insonlar bor. Biz ulardan haligacha faxrlanamizda. Masalan, siz shunday maqsadlar qo'yingki,
siz shunday maqsadlar qo'ying. Ya'ni bitta hozirgi umringizni o'ylab qo'ymang maqsadni. Ya'ni shunchaki mana shu 70 yil 80 yil yashayman bo'ldi. Shu 70-80 yil uchun emas maqsad. 500 yil, 1000 yil uchun katta maqsadlar qo'ying. Aytaylik, nimadir foydali qanaqadir kitoblar yozish bo'lishi mumkin, qanaqadir daraxtlar ektirish bo'lishi mumkin, nimadir o'simliklar, qanaqadir o'simliklarni kashf qilish bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir binolarni qurdirish bo'lishi mumkin. Ya'ni uzoq yil siz o'tib ketsangiz ham, siz dunyodan o'tib ketsangiz ham, sizni o'rningizni hayotda, jamiyatda nima bir eslatib turadigan nimadirlar qilishga harakat qiling. Shunda sizni mana bu xayolingizdan, miyangizdan shunchaki mashina olish, sayohat qilish, pul topish miyangizdan chiqib ketadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni cheksiz fikrlang. Shunda mana bu narsalar sizni hayotingizga osonlik bilan bo'lishni boshlaydi. Cheksiz fikrlagan vaqtingizda. Tushunyapsizmi? Siz masalan hozir aytaylik bitta mashina olish haqida o'ylayapsiz-da, aytaylik bitta mashina olish haqida o'ylayapsiz. Mashina zavod qilish haqida o'ylashni boshlang yoki bo'lmasam qanaydir ma'noda xalqga 100 ta mashina tarqatish haqida o'ylang. Ya'ni bitta mashina emas, 100 ta mashina, bitta uy olishni emas, 100 ta odamga, uysiz insonlarga uy olib berish haqida o'ylang. Ya'ni umringiz davomida 1 milliard daraxt ektirish haqida o'ylang. Yoki bo'lmasam 10 mingta studentni o'qishga kirgizish haqida o'ylang. 10 mingta student sizni metodologiyangizdan foydalanib o'qishga kirdi masalan. Shunaqa narsalar haqida, katta narsalar haqida o'ylang. Sizni ko'zingizga mana bu iPhone, mana bu 1000-2000 dollar pul, mana bu mashina bir tiyin bo'lib qoladi. Qiziq bo'lmay qoladi. Va bilasizmi? Biz uchun nimani ahamiyati past bo'lsa, biz uchun nimani ahamiyati bir kichkina darajada bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalar bizning hayotimizga bir osonlik bilan, yengillik bilan keladi. Tushunyapsizmi? Men aytdim, 1000 dollar pul topish, 1000 dollar daromadga chiqish uchun tinimsiz harakat qilayotgan bo'lsangiz, 1000 dollarni qiyinchilik bilan topasiz. Harakat qiling 100 ta insonni 1000 dollar daromadga olib chiqishga. Shunda o'zingiz nechta pul topishingizni hattoki hisoblay ham olmaysiz-da. Tushunyapsizmi? O'zingizning xohishingizda emas, boshqa bir insonlarni xohishlarini o'ylagan vaqtingizda, bitta o'zingizga uy olishga emas, bitta 1000 ta insonlarga uy qurib berish haqida o'ylagan vaqtingizda, sizni xohishlaringiz shunaqangi kichkina bo'lib qoladi va ular shunaqangi tez amalga oshishni boshlaydi. Cheksiz fikrlang, cheksiz fikrlang. Kimga tushunarli bo'ldi bu insight? Bu dahshat insight. Mani ko'p maqsadlarimga erishishimga yordam bergan, sababchi bo'lgan insight desam ham bo'ladi. Prosta cheksizlik. Biz cheksizlikni qayerdan ko'rishimiz mumkin, qayerdan o'rganishimiz mumkin? Shunchaki farzandingiz bordir, turmush o'rtog'ingiz bordir. Shuna bitta insonni ko'ziga qarang. Ko'zida, bitta ko'ziga shuni e'tibor bering, ko'zida cheksizlikni ko'rasiz-da. Bitta mana bu ko'zning ichida cheksizlikni ko'rasiz. Ya'ni Allohning marhamati cheksiz-ku. Tushunyapsizmi? Allohning marhamati cheksiz. Biz koinotning oxiri bor yo'qligini bilmaymiz. Bu dunyoda qum zarralarni qanchalik darajada ekanligini bilmaymiz. Daraxtlar yaprog'i qanchalik darajada ekanligini bilmaymiz. Suvni qancha miqdorda ekanligini biz aniq bila olmaymiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni bizni hayotimizni Alloh shunaqa bir cheksiz qilib bergan. Alloh qarang, bu sizga bir muhim narsani tushuntiraman-da. Alloh bizni o'z nafasidan yaratganki, Allohda hamma narsa cheksizki, ya'ni cheksiz o'ylash bizda ham bor. Lekin biz bu kuchdan foydalanmaymiz. Nima uchun? Chunki diqqatimiz har xil muammolarga qaratilgan xolos. Alloh bizga mana bu bergan kuch, mana bu imkoniyatni biz shunchaki hattoki o'ylab ham ko'rmaymiz-da, do'stlar. Tushuntira oldimmi? Qalay bo'ldi? Endi kelinglar bitta xulosasini qilib olamiz.
Ya'ni bugungi suhbatlashgan mavzuyimizni umumiy bir xulosasini qiladigan bo'lsak, maqsadlarimizga 10 barobar tezroq erishishimiz uchun eng birinchi navbatda energiyamizni kimlargadir berishdan to'xtatishimiz kerak ekan. Energiyamizni asrab avaylab uni butunlay diqqatligicha faqatgina bitta maqsadga yo'naltirishimiz kerak ekan. Va maqsadimiz bizda aniqlik talab qilar ekan. Ya'ni shunchaki mashinani aniqlashtirish emas yoki nimadir maqsadimizni aniqlashtirish emas, u maqsadni olgandan keyingi bo'lgan jarayonlarni aniqlashtirib maqsadimiz bilan bog'lashimiz kerak ekan. Maqsadimiz uchun qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni qilishimiz kerak ekan. Maqsadimizni mas'uliyatini o'z zimmamizga ko'tara olib, maqsadimizni mas'uliyatiga rozi bo'la olishimiz kerak ekan. Maqsadlarimizni himoya qila olishimiz kerak ekan. Maqsadimiz uchun o'zimiz loyiq bo'lishimiz kerak ekan. O'z xatolarimizni kechira olishimiz, o'zimizdan rozi bo'lishimiz kerak ekan. Maqsadimiz uchun bizda bir tochkamizga nisbatan ishonch bo'la olishi kerak ekan va o'sha ishonchdan kelib turib maqsadimizga qarashimiz kerak ekan. Xohishlarimizda chegara bo'lmasligi kerak ekan. Ya'ni katta xohishlarni, katta niyatlarni o'ylashimiz kerak ekan. Va mana shu ishni qilganimizda nima deb o'ylaysiz? Biz o'z maqsadlarimizga qanchalik darajada tez erisha olamiz? Qanchalik darajada tez erisha olamiz? Nima deb o'ylaysiz? Mana shuncha qoidalarga amal qiladigan bo'lsak, biz o'z maqsadlarimizga qanchalik darajada tez, oson erisha olamiz? o'n barobarmi? 20 barobarmi? 2 barobarmi? Zo'r. Ajoyib. Yashin tezligida 100 barobar. Yorug'lik tezligida. 10 barobar, juda tez. Zo'r, ajoyib. Demak, bugun men sizga tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy mavzuyim aynan mana shu maqsadlar mavzusi shundan iborat edi. Rahmat hammaga, ishtirok etganlarga. Tak.